Men hozirgina bu 10 daqiqalik taymerni ishga tushirdim va u 0 ga yetganida pul bilan to'la bo'lgan xona portlaydi. Uni to'xtata oladigan yagona inson esa mana bu maxsus jaket kiygan yigit. Bu video butunlay real vaqt rejimida suratga olingan. Ko'rasiz, aynan 10 daqiqa davom etadi. Hech qanday kesishlar yo'q. Agar Darsi maxsus kiyimni yechib bu binoni 5 ta qavatini bosib o'tib, taymer 0 ga yetkazilishi tugmani bosishga ulgurmasa pullar yo'q bo'ladi. Yaxshi, u pastga tushyapti. Bu real vaqt bilan olingan ilk videomiz. Tez harakat qilishim kerak. Bu yoqqa kel. Qani bo'la qol, tezroq och. Bu jaketni qanday qilib bunchalik tez yechdi? Bu muhim emas. Keyingi qavatdan o'tish 2 barobar qiyinroq. Sekinroq. Xudoyim. Ot qo'ydingmi? Hozir metal qavatdan chiqish uchun yerdagi kalitdan foydalanishi kerak. Bo'la qol. Darsi, qani bo'l. Ehtiyot bo'l. Yo xudoyim, tezroq. Kalit bo'lsa ham qulflarni ochish uchun biroz urinish kerak. U kalitni qulf ichidagi 3 ta tilga mukammal joylashtirishi kerak. Aytgancha, bu videoni real ekanligini isbotlash uchun hozirdan boshlab darsini videoning burchagida ko'rib turasiz. Hozirgacha 1 daqiqa o'tdi va u hali ham birinchi qavatda. U hali butun binoning 5 qavatidan o'tib tugmani vaqtida bosishi kerak. Tugma bu tomonda. $2 million dollarni asrab qolishi lozim. Bo'la qolsa ishi. Xavotirlanyapman. Mash, shoshilma, qulfni ochyapti. Vaqtdan unumli foydalanyaptimi? Hozircha ha, lekin undan qiyinroq xonaga tushyapti. Yong'indan ehtiyot bo'l. O'zingni yoqib yuborma, bo'la qol. Qani bo'l. Nima qilyapsan? Bo'l. U arqonda pastga, yelimli xonaga tushyapti. 4-qavatga xush kelibsan. Bo'la qol. 4-qavatga keldi. Bu 4-qavat. Yaxshi. Bu nima? Bu qavatni poli to'liq yelim bilan qoplangan. U tutqichlar orqali o'tishni yoki yelim ustida yurishni tanlash kerak. Men ikkinchisini maslahat bermayman. Hozircha tutqichlarda yaxshi ketyapti. Qani olg'a. Davom et. Og'ayni. Bo'la qol, 2 daqiqa o'tdi. Qani Darsi o'zingni ko'rsan. Nega aylanyapsan? Aylanishni to'xta. Bosh kelma og'ayni. Agar u yiqilib tushsa yomon bo'ladi. Chunki bu dunyodagi eng yopishqoq yelim. Jiddiy aytyapman, oyoq kiyimlardan ayriladi. 2 daqiqa o'tdi. U hozir tebranib ketyapti. Yerga bir marta ham tushmadi. Yelimga ham tegmadi. U chiqish eshigiga yetib oldi. U qopqoqni ochdi va navbatdagi eng ahmoqona xonaga kiryapti. Biz pastga tushur. Qanaqa xona? Uni tushishini kuzatamiz. Yo xudoyim, yigitlar juda charchadim. Darsi qiynalyapti. Lekin baribir arqon bilan 3-qavatga, ya'ni qarsang toshli xonaga tushyapti. Yaxshi Darsi, ana bu qarsang toshni ko'ryapsanmi? Mana bu ikkita arqon uni qiyalikdan tushib ketishdan saqlayapti va bir chopqi bor. Aytishim mumkinki, u bu xonadan chiqishga yordam beradi. Vaqt yo'qotyapsan. Chopqini nima qilishing kerak? Mana bu arqonlarni kesishim kerak. Arqonni kes, vaqting ketyapti. Odatda bu kabi sahnalarda tezlashtirish uchun qisqartirardik, ammo bu jonli video, shuning uchun ham kesib tashlamaymiz. 7 daqiqa qoldi va u arqonlarni birini deyarli kesib bo'ldi. Bu xuddi James Bond filmidagi sahnaga o'xshaydi. Pastki qavatlarga tushgani sayin vazifalar qiyinlashadi va ko'proq vaqt oladi. U hozircha siz kutgandek tez harakat qilmayapti. Arqon qalin, shuning uchun ko'p vaqt olyapti. Bo'la qolsang-chi. Og'ayni, u Arqonni kes. U ortda qolyapti. Bu chopqi o'tkir emas-ku. 250 ming dollarni yo'qotishingga 7 daqiqa qoldi. Shoshilishing kerak. Do'stimiz haliyam arqonni kesyapti. Jimmy, bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? U ikkinchi arqonni kesganda aqldan ozdiradigan bir narsa sodir bo'ladi. Darsi, sen nima bo'ladi deb o'ylaysan? Hozir. Yaxshi, Darsi ishonchi sho'ng'igan ko'rinadi. Jimmy, u arqonni kesgandan keyin nima bo'ladi? Menimcha bu tosh derazadan chiqib ketadi. Ayta qol. Bunday qilasan. Arqonni kesganda mana buni mahkam ushlab tur. Qila olaman. Bu ahmoqona arqonni deb 250 ming dollarni yo'qotmayman. Uni kesaman. Jimmy, arqon kesishda eng sekin harakat qiladigan insonni topibsan o'zingga ham. Darsi, bo'la qol. Boshida aytganimdek bu real vaqtga qo'yilgan. Siz hammasini kuzatyapsiz. Ha, u juda band, lekin u biz bilan gaplashib olsa ehtimol o'zini dunyoning eng professional qo'shiq ustasi ekanini aytgan bo'lardi. Ammo arqon kesishda unchalik mohir emas ekan. Darsi, sen to'liq 1 daqiqani shu ishga sarflading. Ey xudoyim. Tezroq kes. Tezroq. Og'ayni, tezroq harakat qilishing kerak. Yo xudoyim, u oxirgi arqonni deyarli kesib bo'ldi. Darsi, toshni yo'lak bo'ylab pastga tushib. Demak, tosh endi. Hozir ko'rasan. Xo'p. U toshni tayyorlan. Nima? Ortga qo'sh. Davom et. Nima? Darsi, tezda shiqdagi arqonni ol va uni shimining kamariga mahkam bog'la. Yaxshilab bog'langaniga ishonch hosil qil. U nima qilmoqchi? Yaxshi, endi pastga sakra, chetga yur va orqangga o'giril. Kuzatib tur. Nimani kuzatay? Jimmy, sakrashim kerakmi? Ey xudoyim, u sakramoqchi. O'ng tarafga yur. Nima qilmoqchi u? Nima qilyapti o'zi? U sakramoqchi. Yaxshi Darsi, sen sakrashing kerak. Ey xudo, buni qanday qilaman axir? Bo'la qol, Darsi. Darsi, sakra. Nima? Oh.
5 daqiqa vaqti qoldi. Kranni to'xtat! Kranni to'xtat! To'xtat deyapman! To'xtat shu kranni! Yaxshi, kran operatori ishib olgan shekilli. Endi lazerlarning orasidan o'tishing Bu kerak. qavat hozirgacha bo'lganlarning orasida eng qiyini. U nafaqat lazerlarning orasidan o'tish kerak. Agar tasodifan ularga tegib ketsa, uning pullari shu zahoti portlaydi. Qanday o'taman bularda? Hamma joy lazer-ku. U lazerli xonadan o'tayotganda men sizlarga yangi hamkorim T-Mobile haqida aytmoqchiman. Mark, Nima? ehtimol sen T-Mobile'ni mana bu keng qamrovli xaritadan bilarsan. Bilaman. Ammo gap shundaki, Xo'sh, bundan keyin qamroq kutilyapti. yaxshi. T-Mobile'ning boshqalarga o'xshamagan jihati shunda. Jimmy, u lazerni yarmidan o'tdi. U biz tomonga kelibdi-ku. Ammo T-Mobile'ning alohida xususiyati unda magenta status bor. Nima u magenta status? Bu xuddi VIP tarifdek. Faqatgina T-Mobile'dan Hop. foydalangan holda sen mehmonxonalarda qaynoq chegirmalarga ega bo'lasan. Samolyotda bepul Wi-Fi, VIP Yaxshi. zalga kirish imkoniyati. Aha. Mana shunaqa gaplar. Tezroq, tezroq, tezroq. T-Mobile. T-Mobile. Biroz asabiylashdim. Ba'zi gaplarimni unutib yubordim. Mark. Jimmy, u bu yerda. Reklamani tugatib olay. Yaxshi. Va eng zo'r tomoni u hozir suvga saklayapti. Bularning barchasiga T-Mobile'ga obuna bo'lgandan keyin ega bo'lish mumkin. Agar siz T-Mobile'dan foydalanmagan bo'lsangiz, darhol obuna bo'ling. Biroz nafas rostlab olay. Qo'shimcha ma'lumot uchun T-Mobile status saytiga o'ting. U suvga tushdi. Ey xudoyim. Nihoyat so'nggi bosqich. U xonaning to'rt burchagida joylashgan jo'mraklarni ochishi kerak. Shunda suv chiqib ketadi. Keyin esa old eshikdan chiqib, tugmani bosishi va pullarni portlashdan qutqarib qolishi mumkin. Bularni burashi kerak. Burashim kerakmi? Jo'mrakni bura. U nima qilyapti? Unga yordam bermanglar. Ko'raylikchi u yetarlicha aqllimikan. To'rtala jo'mrakni ham ochguncha nafasini tutib tura olarmikin? Yoki vaqt tugab qoladimi? Suv chiqdimi? Ha, uddaladi. U vazifani bajarayotgani men sizlarga eng mazali shokoladni tanishtirmoqchiman. Feastables. Mark, Feastables haqida fikring? eng sevganim. Yo'q, u hozir ochgan jo'mrakka yana bordi. Hey, boshqasini bura deyapman. Davom et. Jo'mraklar to'rtta-ku. Qancha vaqt qoldi? 3 daqiqa. Afsuski u 30 soniyani bekorga sarfladi. Agar tezroq harakat qilsa ulguradi. Qani bu, nafas ol va davom et. Mark, u hozir suvga sho'ng'yapti. Bu tomonda aylanib o't. Ko'raylikchi ochilyaptimi? Hali ochilmadi. Yaxshi, burashda davom et. Nihoyat uddaladi. Narigi tomon. Yo'q, xudoyim. Ikkitasi bo'ldi, yana ikkita qoldi. Yaxshi, endi u boshqa tomonga qarab harakatlanyapti. Sho'g'i pastga tushishi kerak. Ey xudoyim, voy, so'nggi daqiqalar qolyapti. Menimcha u juda ham charchagan bo'lsa kerak. Hattoki tasavvur ham qila olmayman. Xo'sh, 2 daqiqa va 10 soniya qoldi. Endi borib qizil tugmani bosishi kerak, yo'qsa pulidan ayriladi. Hal qiluvchi onlar keldi. Bo'ladi. Nima qilishni bilmay qoldim. Odatda biz videoni kezib montaj qilamiz, ammo bu safar real vaqt rejimida qanday gap aytayotgan bo'lsa barchasi videoga tushyapti. 2 daqiqadan kam vaqt qoldi. 2 daqiqa qoldi. 2 daqiqa. 2 daqiqadan kam qoldi. Yaqinlashdi. Uddaladi. Yaxshi. U bajardi. 1 daqiqa 50 soniya va so'nggi ish qoldi. Yo'q. Hozir u eshikni ochishi va Yaxshi, endi nima? tugmani bosishi kerak. Qancha vaqt qoldi? 2 daqiqadan kamroq. Buni qanday qiladi? Tushunmayapman. Hozir boshing ho'l bo'ladi, orqaroq tur. Nimaga? Eshikni och! Suv hali ham ko'p ekan. Mark, hey! Tezroq! Agar u ulgurmasa bomba portlaydi. Shuning uchun sen ehtiyotlar tuxum Qayerga to'ldirilgan ketyapmiz? qoplarning orqasiga yashirin. Xo'pmi? Yaxshi. Menga ishon. Men nima qilay? Hammasini burab olishing kerak. Meni u yerdan chiqaring, bo'la qoling. Deyarli 1 daqiqa. Bo'la qolqani. Og'ayni, u ulgurarmikin, ha? Eshik qotib qolgan. Chunki suv bosimi juda kuchli. Suv chiqishini yana kutishi kerak. Jimmy, suv old eshikdan chiqyapti. Burab och. Tort! Darsi, tort. Qani bo'l, chiqishi kerak. Ocholmayapti, nimadir tiqilib qolgan. Menimcha muammo bor. Hammasi shu yerda tugadiganga o'xshaydi. Eshikni ocholmayapti. Tugmani bosish uchun 45 soniya qoldi. Bo'la qol, tezroq. Agar qulfni ocha olmasa, vaziyat yomonlashadi. Voy. U nima qilyapti? Bo'la qol.